olib boring. Lekin mana bu narsani obunachilarga bonusga mana beramiz mana shu narsani. Ko'hbörida bu. Bugunga o'sha necha chiqsa, o'shanga qarab pul so'rayapsizlar obunachilar mana. Yana bittasini o'sha o'lchab qo'yaylik. Mana ikkinchisi. Mana. O'sha necha chiqsa, o'shanga qarab pul so'rayapsiz. Obunachilar mana ikkinchi partiyaga ham haqiqiy zo'rdan ekan. Partiya qilib chiqar ekan Nur Muhammad bu yerda. Shu partiya o'zini xil-xil jup. Obunachilar buni qaranglar. Xudo xolasa zo'rlaridan. Nur Muhammad? Ha. Ko'zlari qaranglar, yaltirashini, stoykalarni qarang. 6 dona buni. 6 dona bular. Bir qo'ra, bir joyga olib. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugun videoni oxirigacha ko'rasizlar. Haqiqiy zo'rlardan, elitalardan, o'sha birinchi sinfdagilar tozalardan kelgan. Xudo xolasa. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida 2026-yil 2-aprel. Haftani payshanba kuni obunachilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Bugunga o'sha 5-6 partiya olib keldim deyapti. Nur Muhammad. Assalomu alaykum. Bormang. Sumsiz? Ha, bugunga qo'yiladi o'ta go'zallaridan kelgan, arashaladi birga birida. Zo'rlardanmi? Narxi yengil bo'ladi. Narxi arzon bo'ladi. Arzonchi o'pitimchi xudo xolasa nomni oldilar mana shu bola. Xudo xolasa narxlarni ham o'sha yengil qilib beraman deyapti. Qo'zladi qaranglar. Stoykalariga, yurish-turishlariga e'tibor berasizlarmi obunachilar? Dumba razrezga deysizlarmi? Hamma yo'g'i zo'r ekan. Chiroyli narsalar. Xudo xolasa obunachilar buni olib tashlab qo'yinglar. Turgan puldan foyda yo'q. Mana bularni olib tashlab qo'ying. Baraka topasiz. Xudo xolasa chiroyli narsalar ekan mana yuzlarini qarang. Jonivorlarni. Nur Muhammad videoni cho'zmaylik, to'g'risi qo'yim ko'p deyapsiz. Jafar aka, bugungi videoni cho'zmaymiz. Qisqa qilib tas 5ta bu yerda soni. Like-ni bosib turishsa, bir dona qo'chqori bor, bir oyla bo'ladi. Qo'chqorni ham bir dumbasini ko'rsating-chi bu. Qo'chqor ham juda toza aslida. Dumbasini ko'rsating. Dumba razriz mana. Obunachilar olib tashlab qo'ying. Shunda bitta qo'chqor 4 dona sovli. 4 dona sog'li bo'lyapti, ha? Ha. Yosh oyliklari bular necha oylik? 3 oylik, 4 oylik, plus minus. 3 oy, 4 oy aqbaqdan qo'zlar ekan-da. Mana obunachilar. Buni bo'ylarini bir o'lchab qo'yaylik endi. Qani? Chiqqaniga obunachilar necha chiqsa o'shanga olaverasizlar mana. Qo'chqor-a bu? Ha, qo'chqor bu. Ushlab keling, narigi sog'lig'ini ham cheking. Qo'y ko'r sog'lig'i. Obunachilar chiqqan ekan, mana mana shu. Bo'ldi, qo'yavering. Xudo xolasa hammasi yaxshi ekan, mana. Yurish-turishlarda muammo yo'q, yeb-ichlar yaxshi, xudo xolasa. Yeb-ichlari bir hafta sinab olishaveradi. Yedirib, ichirib, keyin pul so'rashadi. Obunachilar olib tashlab qo'yinglar mana shularni. Narxi nech pul buni Nur Muhammad? Buni narxi bomba. Qancha? 1 million 200 mingdan ketaveradi Toshkentgacha. 4 million 200 ming so'mdan. Ha, Bir joyga. bir joyga. Shunda telefon qilishadi, qo'ydi menga jo'nataver deyshadi. Sevib qolishadi. Dangal. Dangal. Narxi. Qancha tushib berasiz narxini? Oldi berangda 50 mingdan tushib beraman. Siz 50 mingdan tushib berdan bola qo'shamisiz bu turishingizda? Yo, 50 mingdan tushib beraman. Dangal gapirim. 100 ming tushib beraman. 100 ming? 100 ming xolasmi shu obunachilarga? Shuncha ko'rganlar uchun. Like-ni bosishib, otangga rahmat deb yozishadi, 4 million 100 mingdan ketaveradi. Tekis 4 million so'mdan obunachilar yengil baraka olishadi. Like-ni bossa 4 million. Uni mayda-chida qo'lishmaydi. Obunachilar bitta obunachini qo'yib bu. Bitta obunachi 4 million so'mdan bor baraka. Bir sinf qo'shmaydi. Obunachilar mana bu qo'zlarni tashlab qo'ying. 4 million so'mdan bitta qo'chqor 4 dona urg'ochisi. Xudo xolasa olib tashlab qo'ying mana shularni. Obunachilar tavsiya qilaman. Xudo xolasa quloqlari uzun shalfon quloq. Like bosib qo'llab-qo'zlab turgan obunachilarga hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Hop, ikkinchi partiyani chiqamiz, ha? Ha, ikkinchi partiyalariga o'ta go'zallaridan. Yaxshilaridan. Bu bilan seleksioner akalarimizga tarqatib qo'yamiz. Obunachilar mana. Puli arzon, yengilidan a bular. Ha, puli juda arzon bo'ladi. Arzon to'g'risiz, Nur Muhammad bularni. Bular hozir nima deb bo'ldi endi? Bitta qo'chqor, ikkita sovliq.
Bu ham bitta qo'chqor, bitta so'l. Hammasi ikkita sovliq, bitta emas, ikkita sovliq. hammasida o'sha seleksiya bo'lar ekan-da. Hamma seleksiyaga baxshadi. Zo'r ekan-da mana bitta qo'chqorni qidirishmas ekansizlar-da mana. Bitta qo'chqor, 2 dona urg'ochisi, ha bular. Bu qarang, dumbalar. Birinchi, ikkinchidan urg'och. Dumba razrezlarni qarang. Hammasiniki chiroyli, cho'tki narsalar ekan. Zo'r ekan. Obunachilar buni tashlab qo'yinglar, buni qaranglar. Xudo xolasa dumbalari ham o'sha kelishgan, chiroyli narsa bo'lar ekan. Nurmuhammad bular endi bir joyga olishadi buni ham. Bitta obunachilar. Xolasa bitta obunachini qo'ylari bizda. Nechta pul buni? Videoni cho'zmang. Dangal gapiring. 4 milliondan ketaveradi. Bular ham 4 milliondan. Narx tushmaydimi? Bo'ldi, tushirib beramiz. Qancha? 50 mingdan. Yo, dangal gapiring, 100 yarashmadi. mingdan bo'pti. 3,5 dan. Yo'q, Zapar aka 3,5 dan to'g'ri kelmaydi o'zimizga. 3,5 million so'mdan bo'ldi, bor aka. Yo'q. Dangal bo'ldi, keling. Gapiring, dangal gapiring, tez. Bo'ldi. 50 mingdan kam berishdi. Qanchadan bo'ladi unda? 3 million 850 ming. Yo'q, u yarashmadi. Obunachilar 3 million 600 ming qilib berishadi. Boshqa gap sig'maydi, Nurmuhammad. Zapar aka 100 ming tushib beraman. Yo'q. 200 ming bo'pti. 200 ming bo'ldi. Bo'ldi, bir so'm qo'shishmaydi. Bo'ldi, bor aka. 3 million 600 ming so'mdan bo'ldi, boshqa gapirmang. Bo'ldi. Men obunachilarni haligi obunachilar bo'lar ekan. mayli. Like'ni bosish, kommentariyaga yozishsin bo'pti sizni obunachilaringizga. 3 million 600 ming so'mdan obunachilar Bor aka. Olib, mana bularni tashlab qo'yinglar. Jonivorlarni. Bitta qo'chqor, 2 dona sovliq. 2 dona sog'liq. 600'laridan da qo'chqorni qarang. Obunachilar videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Xudo xolasa keyin sekin buni sheriklar ham o'sha bonusni ham chiqarib beraman deyishyapti obunachilar. Xudo xolasa sizlarga bonusini ham qilib beramiz. Imkon qadar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. O'sha bonuslarni ham o'sha kommentariyaga kim ko'p yozib nomer yozsa, Kommentariyaga yozishi nomerlar tashasi bonusi bor. nomerni kim ko'p tashlasa, keyin bonusi bor. Bor-a? Ha, bonusi bor. Bonusini lekin chiqarib berasiz. Danga realni. Chiqarib beramiz. Shu videoda xabar yo'q. Shu videoda o'sha Bonusi bor. telefon qilib, keyingi videoga qo'yiladi. Kim nomerni ko'p tashlasa, kim kommentariyaga ko'p nomer tashlasa bo'ldi. O'sha odamga telefon qilib o'zini beriladi. Partiyamizga bonusni egasi bilan ko'rsatamiz. Vodiyda bo'lsa kelib qo'zini olib ketishlari mumkin, lekin Xudo xolasa obunachilar olinglar, lekin baraka topasizlar. Xudo xolasa yaxshi narsalar. Qaranglar jonivorlar. Chiroyli narsalar. 3-partiyani olib chiqamiz. Obunachilar mana buni qaranglar. Haqiqiy Xudo xolasa toza variantida mana. Dumba razrez deysizlarmi, stoyka deysizlarmi, hamma yo'g'i chotki narsalar. Oyoq qo'llari ham uzun o'sha bo'ladigan narsalar ekan, ha bular Muhammad? Ha, o'ta go'zallaridan bu. Jonivor. Dumba razrezdan ko'rib qo'yinglar bitta mana. Qozolaridan 100 ga 100. Xudo xolasa zo'r ekan, hamma tomoni kelgan ekan bular, ha? Quloq, basharat, dumba razrez Yuzlarni hammasi qarang. kelgan. O'g'il. Dumbalari ham zo'r ekan, chotki ekan, hammasiniki mana. Bu yerda ham shunaqa shekilli, endi Muhammad. Bitta qo'chqor, 2 dona sovliq. Ha, 2 dona buniki ham sog'liq ekan, ha. Ana shu ikkalasi sovliq, bu birinchi dona qo'chqor. Qizil kraskadagilar sog'liq, ko'k kraskadagi qo'chqor ekan mana. Obunachilar olib tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa, lekin zo'r narsalar ekan. Hop, tashlab qo'ying obunachilar. Hadeb ham kelavermaydim, lekin bunaqasi. Har zamonda bir kelmasa, bu qaranglar. Jonivorlar. Obunachilarga nech bilan qilib berasiz Nurmuhammad bularni? Bo'ladigani 4,5 dan berishsin. 4,5 dan? Ha, siz obunachilaringizga. Bularni ham 4 milliondan qilib beraman Nurmuhammad. Yo'q, Zapar aka to'g'ri kelmaydi-ku. Qancha? Gapiram, dangal. 100 ming ta. 50 ming desam baribir tortishyapsiz. Bo'ldi 4 million 100 dan. Yo'q, unga to'g'ri kelmaydi. Keling, bitta gap. 4 million 200 dan berishadi. 1 so'm qo'shmaydi. 1 so'm qo'shmaydi Nurmuhammad. Siz obunachilar tarafdan. Men obunachilar taraf olaman. Bir safar. Yo, obunachilar olib, sizdan olib, ozgina olsa, bahra olsa xursand bo'ling. Bo'ldi. Like bosib, kommentariya yozishadi. 4 million 200 dan ketdi. 4 million Dastlabkasi meni bo'ynimga o'ylashmasin. Dastlabkani umuman o'ylashmasin-a. Yer sharidan chiqitmasa bo'ldi. Bo'ldi, bor Bor aka. Obunachilar olib tashlab qo'yinglar mana.
4 million 200 ming so'mdan bitta qo'chqor, 2 dona urg'och. 2 dona urg'ochisi ekan mana. Yaxshilab e'tibor bilan ko'ringlar, mana yuzlariga, oyoq tirsaklariga e'tibor bilan ko'ringlar. Qo'yilayotib mashaqalarga ahamiyat bersangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana dumba razizlarni ko'ring. Chotki brattaniki bu osilgan emas. Qo'chqor ham lekin haqiqiy qo'chqor ekan. Turishni qarang. Qo'chqor ham xudo xolasa haqiqiy Edilboy ekan, a? Seleksiyaga bog'ishadi. Bu yunglarini qarang. Toza simiyu. Bu qarang. Yungilari ham haqiqiy o'sha shotka jundan ekan, bu qarang. Mashilar. 4 million 200 ming so'mni olib tashlab qo'ying. Shunda 4 million 200 mingdan berishadi, uylariga yetib borishadi, bu qo'ylar. Uylariga yetib borimda ko'rishib pulni sanashadi, xohlasa. Gap yo'q, bunachilar, lekin shoshilamiz. Nega qo'ylar zo'r narxda bo'lyapti? Kimga qanaqa bilmadim-u, lekin qo'ylar zo'r, bu qarang. Haqiqiy chorsta ekan bu qo'ylar, qochishini qarang. Ketingi partiyaga o'tamiz endi. Ishlab qo'ying, obunachilar, bu qo'zlarni qaranglar. Hamma yo'g'i chiroyli, hamma yo'g'i kelishgan. Hamma yo'g'i kelgan. Quloqlarimi, bunga razrez deysizlarmi, bu qaranglar. Nurmuhammad, bu yerda hammasi qo'chqormi yo bular so'liqmi? Hammasini ko'ryapman-a. 3 ta dona qo'chqor, 3 dona urg'ochiti bor. Ha, 3 ta qo'chqor, 3 ta urg'och, ha? Ha. Bu qaranglar, obunachilar. Haqiqiy chiroyli narsalar. Olib tashlab qo'ying. Narxi Nurmuhammad bularda. Narxi 4 milliondan ketaveradi Toshkentgacha. Nurmuhammad, sal yo'lida qilib ayting, dangal obunachilar olish maza qilsin. Xohlasa hammasi yaxshi ekan, shotka jundan ekan mana. Bir qorata, nimbalar razizlarni ko'ring obunachilar. Hammasi chiroyli. O'sha ko'k kraska mana uchalasi rad turibdi, qo'chqor ekan. Narigi uchalasi sog'liqlar ekan. Qo'chqorlarni qarang, sog'liqlarni qarang. Lekin zo'r narsalar. Olib tashlang. Nurmuhammad, dangal gapiring. Videoni cho'zmaylik. 50 mingni o'tib beraman da baraga. Siz doim 50 o'taman deyotgansizda. Dolda 100 mingni o'tib beraman. 3 million 900 dan. 3 million 800 mingdan berishadi, bir so'm qo'shmaydi, bor aka bo'ldi. Yo'q, baraga unga to'g'ri kelmaydi. Yo'q, to'g'ri kelmaydimi? Mendan kam so'ramadim, bo'ldi, bor aka. Bo'pti. Like-ni bosib, kommentariy ham Obunachilar olib tashlab qo'yinglar. 3 million 800 mingdan 3 ta qo'chqor, 3 ta urg'ochi. Mana. Xudo xolasa baraka topasiz obunachilar. Dastlabkasi ichida 3 million 800 ming so'mdan uylaringga yetib boradi. Xudo xolasa hammasi ham chiroyli, kelishgan, uzun bo'ladigan narsalar ekan mana. Olib tashlang. Nurmuhammad, xudo xolasa bular sal yirigroq ekan-a? Bular sal kattaroqlari. Bu qarang, stoyka deysizlarmi, garbonos deysizlarmi? Bular nima Nurmuhammad? Hammasi qo'chqor. Ha, hammasi qo'chqor, bu 4 donasi qo'chqor deyapman, bu qarang, dumbalar. Boq yuzlarida. Hammasiniki chiroyli, zo'r ekan. Mashalloh. Obunachilar bittadan like bosib turinglar. Bu qarang, qo'chqorni qarang. Yuzlari haqiqiy zo'r ekan qo'chqorlar. Ash qo'chqoringiz bitta ushlang-chi. Qaysini? Ana shu qo'chqorni. Aslida narigisini, ash ortig'i bor ekan, ash qo'chqoringizda. Lekin yuz hamma yo'g'i kelgan ekan, orqasini ko'rsangiz, dumbasini. Mana dumbasi. Ozgina ortig'i bor ekan obunachilar mana. Endi borgandan keyin nima bo'lar ekan demanglar. Mana. Bu hech bola qilmaydi. O'zini shu ortig'i. Xudo xolasa zo'r ekan bu qora. Garbonos deysizlarmi? Hamma tomoni dahshat, quloqlari uzun bo'ladi ekan. Shalpon quloqlarida. Xudo xolasa yaxshi ekan. Nurmuhammad bularda bir bo'ylarni ham o'lchab qo'yaylik endi. Metr dapki. Mana pastda. Jahonlar. Xudo xolasa o'sha bo'ladigan qo'chqorlar ekan-a? Baholatda yeb ichishini To'xlu barralar ekan-da bular. O'sha o'zi tulov kelib qolgan bunlar qarang. Tulovi kelib qolibdi o'zlar. Qani bo'yinib qo'yinchashinga. Mana yerdan deriqqa surva metrda, ha. Mana. Mashina chiqsa o'shanga qarab olaverasizlar obunachilar mana. Mana. Qo'yib qo'y, yaxshilab qo'yib qo'y. Mana. Buni qo'yavering bo'ldi. hammasi standartda baraga. Xolos yaxshi ekan qo'zlar. Endi bu standart Nurmuhammad narxi necha pul narxini ayting bularda. Obunachilar dangal buni so'rashadi-da. Narxi qiziqishadi buni. Gapiring Nurmuhammad. Ularga 4,5 dan berilsin.
4,5 dan. Bular yirik Zafar aka. Nima endi bular qo'chqorlik uchun bo'lyaptimi shunda? Ha, qo'chqor ina yirik eta bu kattalar. Kattalar, ha? Mana qo'zilar qaranglar. Qizoqdan olib beraman mana. Yaxshilab ko'rib olishlaring mumkin. Hamma yo'q, lekin zo'r qo'zilar. Obunachilar olib tashlab qo'ying. 4 milliondan ketaversin bular Nur Muhammad. Yo Zafar aka, u to'g'ri kelmaydi u. Dangal gapiring bo'lmasam. Mana qo'chqorlar. Bularga ham ben 50 ming desam tortishyapsiz, 100 mingdan o'tib beraman. 4 million 100 dan qilib berishadi. Yo, unga to'g'ri kelmaydi aka. Dangal. Unga qo'shib berishadi hozir. Qancha? 50 mingdan qo'shib berishadi. Yo aka, 50 ming tushib beraman men ham bo'pti. Bo'pti 4 million 200 da. 4 million 300 da. Yo, 4 million 200 ming so'mni obunachilar olib maza 4 qilsin. million 300 mingdan berish. Bor baraka bo'ldi. Bor aka. 4 million 200 ming so'mni obunachilar Like bosib, kommentariyani bomba qilishadi. tashlab qo'ying, lekin qo'zilar zo'r. Hamma yo'g'i chiroyli qo'zilar, bu qarang. Xudo xolasa yaxshi narsa bo'ladi. Olib tashlab qo'ying. Standart. To'rov ham bir xilda. Qo'chqorlarlik ideal darajada. Keting partiyalar chiqing. Obunachilar mana qaranglar, stoykalariga e'tiboring. Haqiqiy zo'r cho'tki narsalar ekan Nur Muhammad bular. O'zalaridan-da. Xudo xolasa yaxshi narsaga o'xshaydi jonivorlarni ko'ring. Dumbalarni qarang. Haqiqiy zo'rlar, chiroyli dumbalari ham haqiqiy kelishgan, uzun bo'ladigan narsalar ekan bular. Ha, osilgan tolpi dumbalari yo'q-da. Xudo xolasa yaxshi narsalar ekan. Yaxshi zo'r narsalarni olib kelyapsiz ekan-a? Gap yo'q, молодец, ey. Nur Muhammad, bularda soni qanaqa-yu, nechta-yu, qo'chqor sog'lig'i qanaqa? Bular 6 dona, hammasi qo'chqor. 6 dona hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, bir qora bu yoq. Bularning yebishlari yaxshi, Nur Muhammad bu qarang. Terilib qolibdi, stoykalarni qarang. Bir hafta Bu qarang, jonivorlar. Bu qarang. Haqiqiy chiroyli, dumba razriz deysizlarmi? Hamma tomoni kelgan qo'zilarni ham. Nur Muhammad bular 6 dona qo'chqor ekan, ana. Qo'chqorlik qilyapti ular hozirda. Jonivorlar. Bularda Nur Muhammad narxida hamma ish. Diyon cho'zmaylik. Bu oxirgi partiya. Oxirgi partiya. Oxirgi partiyaga haqiqiy o'sha pulni arzon qo'yib beraman deyapsiz. Qani bir dangal obunachilar yengil qo'yib beringchi. Olib bir maza qilsinchi. Bularni mendan olib sotib berishmaydimi? Yengil bo'ladi bular. Endi xudo xolasa boqishadi Nur Muhammad. Bular 4 milliondan tadabaraga qoldi berangchi. 4 million so'mdan. Yengilmi bu? Yengil u aka. 3,5 dan ham to'g'rimi? Yo, tadabaraga to'g'ri kelmaydi. 100 mingdan o'tib beraman. 50 ming desam tortishaveryapsiz. Bo'pti, 3 million 600 ming. Men ham tortishaolmayman. Yo, tadabaraga to'g'ri kelmaydi. Obunachilar olib boq, maza qilsinmi? Bo'ldi, maza qilishadi. Xohlasa sotib berishmasa bular katta qo'y bo'ladi. Sotib berishmaydi. Bular hammasi qo'chqor tadabaraga sog'liq emas. Bunaqa narsadan o'zimizga ham bermaydi. Dangal gapiring bo'lmasam. Bo'ldi, yana 100 mingdan o'tib beraman. 3 million 800 3 million 700 dan bo'lyapti shunda? 800 dan. 3 million 700 dan qilaylik shuni. Men taraf bo'yicha bir safar qo'yiladi, ko'ringchi go'zalligini. Oxirgisiga bo'ldi, Nur Muhammad so'ramayman ham bo'ldi. Bo'ldi. Deylan yopamiz. 3 million 700 ming so'mdan bo'ldi, bor aka. 3 million 700 mingdan bo'pti, bor aka, oxirgisiga. Bor aka. Bor aka. Obunachilar olinglar. 3 million 700 ming so'mdan olib tashlab qo'ying mana bu qo'zilarni. Pulini shu haqiqatdan yengil lekin. Qo'chqorcha soni 6 dona. Obunachilar olib tashlab qo'ying. Hammasi chiroyli, zo'r kelishgan narsalar ekan. Bu qarang. Jonivorlar. Xudo xolasa hamma yo'q chiroyli. Oyoq-qo'llari ham baquvvat, uzun bo'ladigan narsalar ekan. Olib obunachilar tashlab qo'ying, xudo xolasa turgan puldan foyda yo'q. Obunachilar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammaning chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Obunachilarga Nur Muhammad to'g'risi bu safarga aytdi-ku, to'g'risi esdan chiqib qolibdi. Aytib ketdi, boshida aytildi-yu, lekin yana videoga xudo xolasa mana shu narsani obunachilar kuzatib turasizlar, inshaalloh. Mana shu qo'zini beramiz. Kim o'sha kommentariyaga yozib, nomerini kim ko'p tashlasa, obunachilar, xudo xolasa yana videoga kuzatib turasizlar. Mana shu bonus, ko'p ham
Qulog'ida mana 5 nimasi raqam turibdi. Mana shuni obunachilar kimga kerak bo'lsa beramiz mana shu qo'zini. To'g'risi. Bundaqa PR ishlatmaymiz, xudo xolasa. Mana o'zlaring keyingi videoda ko'rasizlar. O'sha kim ko'p yozgan bo'lsa, o'sha odamni chaqiramiz, shu vodiydan bo'lsa, vohadan bo'lsa, telefon qilib mana shu videoda chiqarib jo'natib beramiz, xudo xolasa. Obunachilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa, ketingi videogacha ko'rishguncha kuzatib turaverasizlar obunachilar.